Pechda nima pishirasiz? Har kuni tutaydi. Xashak yoqasizmi? Men bilmayman. Bizni kiritishmaydi. Oyim eski latta deydi. Lattani hidi bunchalik badbo'y bo'lmaydi. Xohlasang, biror kun biz bilan ovqatlanasan. Qo'ysangchi, iloji yo'q. Simtor bor. Bu hayvonlar uchun. Gapim to'g'rimi? Hayvonlar uchun? Yo'q, bizni o'tkazmaslik uchun. Tushunmadim. Sizni nega o'tkazmaydi? Nega? Nima aybingiz bor? Men yahudiyman.